Fransiya O'zbekiston mustaqilligini 1992-yil 3-yanvarda tan olgan. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1992-yil 1-martda o'rnatilgan. Fransiya elchixonasi Toshkentda 1992-yil, O'zbekistonning Parijdagi elchixonasi 1995-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. 2019-yil Parijda O'zbekiston-Fransiya Uz-France Trade savdo uyi ochildi. 2024-yilda O'zbekistonning Fransiya bilan savdo aylanmasi oldingi yillarga nisbatan 14% ga o'sib, salkam 1,2 milliard dollarni tashkil etdi. Bugungi kunda mamlakatimizda Fransiya sarmoyasi ishtirokidagi 50 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. 2025-yil 30-yanvar kuni Toshkent shahrida Fransiyaning 50 dan ortiq yirik kompaniyalari vakillari ishtirokida O'zbekiston-Fransiya biznes forumi bo'lib o'tdi. 2022-yil 23-noyabr kuni Parijdagi Luvr muzeyida O'zbekiston vohalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida ko'rgazmasi ochildi. 2014-yil Toshkent shahrida Fransuz alyansi tashkil etilgan. 2023-yilning noyabr oyida esa uning faoliyati kengayib, Samarqanddagi markazi o'z ishini boshladi. BBC Studios France jamoasi dunyoga mashhur Top Gear France avtomobil shousining yangi qismini yurtimizga bag'ishlab, aynan O'zbekistonda suratga olgan. O'zbekistondagi 602 ta maktablarda 141,3 mingdan ortiq o'quvchi, mamlakatimizning 11 ta oliy ta'lim muassasalarida 15 ming talaba fransuz tilini o'rganmoqda.